Oddiy tilda tushuntirib o'taman, nimaga salbiy fikrlarni qog'oz orqali chiqarib tashlashinglar kerak bo'ladi. Chunki bu negativ. Har bir eshitayotgan salbiy narsalar, ko'rayotgan yoki o'ylayotgan negativ kamida 2 baravar ko'proq energiyalarni pozitivdan ko'ra yeb qo'yadi. Misol uchun, men buni energiya deylik. Energiyani haligacha hech kim oxirigacha aniqlamagan nimaligini. Bu mana shu yaratganni bizga bergan bir kichkina ko'rinmas sehr etsa ham bo'ladi har bir tirik jonzot mavjudotga va uni negativga ketkazish uchun bermagan. Misol uchun, mana bu maqsad deylik. Mana bu sizlar va mana bu yo'l, o'sha maqsadga qarash kerak bo'lgan yo'l. To'g'ri, maqsadi yo'q odamlar ham bor, yokida maqsadda katta kichkinasi bo'lmaydi. Misol uchun ayol kishilarda ko'proq bo'ladi. Uni maqsadi mana shu oilam, bola chaqam, ota-onam kulib baxtli yashashsa bo'ldi mana. Shu menga kerak, boshqa hech narsa kerak emas deydi. Misol uchun shu ham maqsadga kiradi-da. Energiyani bizga yashash, ya'nida shukr qilib, xursand bo'lib yashash uchun berilgan o'zi. Biz nima qilamiz? Mana to'g'ri qarashimiz kerak maqsadga, mana shu maqsad orqali o'ylab mana shu maqsad orqali o'ylab yashashimiz kerak bo'ladi, lekin даже mana banalli mana shu Instagram olaylik, bu ham energiyani olib qo'yadi. Bir kimdir telefon qildi, o'zini hayotini aytib berdi, negativ ketdi, shu yerga qarab energiya ketadi, o'ylaysizlar. Yoki ko'chaga chiqdinglar, kimdir настроениyalarni buzib qo'ydi, bu ham ketdi energiya. Bu eng normalniy, hali yaxshi variantni olmayman. Tak bor kimdirda mana shu problemalar orqasidan problemalar kelaveradi, chunki energiyani bor fikrlashini shu negativga qarab ketkazadi. Mana shuna qilib ketaveradi. Nima bo'ladi bu yoqda? Mana bu energiya qolmaydi. Mana maqsad uchun energiya qolmaydi, chunki hammasini boshqa kerak emas narsalarga ketkazib qo'yadi. Keyin qarabsizlarki, o'sha vaqt ketib qoldi deydi, yana siqilishni boshlaydi. O'shaning uchun mana shu hamma kerak emas negativlarni, fikrlarni, kimdir gapirgan gaplarini, yomon ko'rgan narsalarni hammasini qog'ozga yozib chiqarib olishinglar kerak bo'ladi. Chiqib ketadi, bu chiqib ketadi. Faqat praktika kerak. Kimdirda tez chiqadi. Misol uchun bor shunaqa negativli narsani yozasizlar, esingizdan chiqib ketadi-da, bu narsa ko'p bo'ladi. Kimdirda 2-3 marta yozgandan keyin umuman esdan chiqib ketadi. Vobshe bu narsa boshqa uchramaydi. Вот, qarabsizlarki, yo'l sal ochiladi mana shu o'zingizlarning maqsadingizga. Iloji boricha yozayotganingizda negativli narsalarni chuqur-chuqur kovlaylar. Kim oldin nima degan, miya xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi, hamma narsani o'zini miyasida ushlab turadi. Uzoqda, ichkarida yaxshilab o'shalarni kovlab chiqarib olishinglar kerak bo'ladi. Kimdirlar kichkinaligingizda nimadir degan bo'lishi mumkin. Kimdirlar qachondir xafa qilgan bo'lishi mumkin, bu ham hammasi negativga kiradi. Baribir ham детская travma deylik, bu ko'p odamlarda bor. Вот, o'shalarni yozib, praktika qilib chiqarib olsanglar, уже yashash osonroq bo'ladi. Xo'p, maqsadga qaramasanglar ham, lekin hayotga pozitiv bilan qaraysizlar-da, уже mana shu nimaga tug'ilgan bo'lsanglar, o'shani burch ato etayotgan bo'lasizlar, oddiy qilib aytganda. Oxiri mana bu yozganingizdan keyin yirtoringlar, daftarni vobshe tashlayveringlar, bo'ldi. Yana keldimi, ozgincha negativ o'sha borgan sari kamayib boraveradi-da, yana yozasizlar, yana yozaverasizlar. Erinmanglar, yozish qiyin emas, yozish oson-u. Nima mana bu daftar ruchka unaqa qimmat turmaydi. Bo'ldi, shunaqa qilsanglar, maqsadga erishish yokida yaxshi yashash normalniy takoy darajada osonlashadi. Bu eng boshlang'ich stadiya. Hammaga omad.